Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan number metodlar bo'yicha 16-darsimiz. Va bugun ko'rib o'tadigan metodimiz bu mass random metodi bo'ladi. Mass random metodi nima qiladi? 0 bilan 1 orasida tasodifiy son yaratadi, lekin 1 ni o'zi kirmaydi. Misol uchun 0.90, 0. mana bunga o'xshagan sonlar 27 milliondan bir, mingdan bir ham yaratish mumkin, lekin 1 gacha bormaydi. Misol uchun bu kodni kopiya qilib olaman va ishlatib ko'ramiz. Bu yerga tashlayman. Konstruktga mass random metodini o'zi chaqirib qo'yilgan, ya'ni hech qanaqa qiymat olmaydi. Buni oldingi metodlarda biz qiymat beraylik argument sifatida, lekin bu olmaydi. Bu yerdagi son esa bu tasodifiy, ya'ni 0 dan 1 orasida tasodifiy sonlarni tanlaydi. Hozir konstruktga ishga tushirganimizda bu son chiqmasligi aniq. Xuddi o'zi chiqib qolmaydi, ya'ni har safar ishga tushirganimizda har xil son qaytaradi. Misol uchun ishga tushirib ko'ramiz. Not numbers.js ishga tushiramiz mana. 0 butun bu yoqqa ketdi. Har safar ishga tushirganimizda har xil. Mana. Endi buni 0 dan boshlab nechigacha ishlashini ham berishimiz mumkin. Agar to'liq butun son kerak bo'lsa, buni floor bilan yaxlashimiz ham kerak bo'ladi. Buni kopiya qilib olaman. Bu kodni tashlab olaman. Birinchi navbatda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mas floorni o'chirib turaman hozir, keyin qaytib yozib olamiz. Mas metodlarni ichma-ichma ishlatishimiz oddiy qol. Mas randomni chaqirib ko'paytirish o'yin qo'ydik. Ya'ni bu degani 0 dan 10 gacha davom etadi. 0 dan 10 gacha buni qiymati davom etadi. Misol uchun buni ishga tushirib ko'ramiz. Mana 8 butun bu yog'i o'yinta raqam chiqardim, o'yinlikda raqam chiqardim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ta raqam chiqaribdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ta. Har xil raqam chiqarib kerak ekan. Ya'ni nuqtadan keyingi sonlarga e'tibor bermaymiz. Ya'ni bizga odatda nuqtadan keyingi sonlar kerak bo'lmaydi. Biz biron narsani random qilib oladigan paytimizda shuning uchun ham yana yaxlitlash metodlarimiz bor. Misol uchun yana ishga tushirib beraman. Bu 7 butun. Bu yoqqa yana kim nechta son chiqarib tashladi. Yaxlitlash metodimiz bor. Buni kesib olaman. Yaxlitlashimizga mass.floor bor edi. Ya'ni bu pastga yaxlitlashda 0.9 bo'lsa ham 0 qilib beraydi yoki 50 butun 8 bo'lsa ham 52 qilib beraydi. Mass floor metodiga biz qiymat sifatida mass random ko'paytirish o'yinini berib yuboramiz. Ya'ni mass random bizga bitta son qaytaradi, mass floorga bitta qiymat sifatida son ketadi. Shuni natijasida bizga yaxlitib beradi. Masalan, 2 chiqdi, ishga tushirgan paytimizga buni ham ishga tushiraman, 5 chiqdi, yana ishga tushiraman, 7 chiqdi. Misol uchun 10 gacha emas, 100 gacha qo'yamiz. Ishga tushiraman 50 deb. Har safar yaxlitlanadi endi, chunki mass floor bizga yaxlitlab beradi. Mass random bu yerda bitta son qaytaradi. Son qiymat sifatida mass floor metodiga ketadi. Mass floor metodi bizga o'sha sonni pastga qarab yaxlitlab beradi. Misol uchun 22 butun 560 nechi butun kimni 567 ming kim nechi chiqib ketgan taqdirda ham 27 ga qaytarib beradi, farqi yo'q. Ishga tushirib ko'ramiz, yana 8. Buni kommentariya qilaman. Lekin 100 ni o'zi chiqib qolmaydi. Buni necha marta ishga tushirsak ham 100 ni o'zi hech qachon chiqib qolmaydi, chunki bu vaziyatimizda 0 dan 99 gacha bo'ladi. 100 gacha bormaydi. 100 ni o'zi kirmaydi. Mana endi agar 100 ni o'zini olmoqchi bo'lsak, mana bu kodni kopiya qilib olaman. Yana o'sha mass floor metodi yaxlitlash uchun chaqirilgan va mass random ko'paytirilgan 100 plus 1 qo'yilgan. Buni tushunish qiyinroq bo'lishi mumkin. Mana mass floorni o'chirib tashlay, ikkita ichma-ich bo'lgani uchun. Bu mass floorni qavsi mana bu yergacha. Mana. Mass random ko'paytirilgan 100 plus 1 qo'yilgan. Buni ishga tushirib ko'ramiz. 31 butun yana yaxlitlamayapti. Endi mass random yo'q chunki. Endi bu yerga 100 ni chiqishini kutaman desam, ko'p vaqt ketib qoladi. O'zi harakat qilib ko'rish lozim, men sinab ko'rib. Endi bu yerga mass floorni yozib qo'yaman. Mass.floor qavsichiga. Bu yaxlitlab beradi. Lekin bu son 100 gacha boradi aniq. Chunki plus 1 bor. Mass random ko'paytirish 100 qaytargan qiymatga bu 1 ni qo'shib beradi. Ya'ni o'sha paytga 100 bo'ladi. Agar mass random qachondir 99 ni tanlab qo'ysa, 1 ni qo'shib yuboradi. 100 bo'ladi shuni natijasida. Buni kommentariya qilaman va oxirgisi 2 xonali tasodifiy son. Chunki bizda bu yerda 1 xonali ham chiqishi mumkin. Bu qiymatlarda hozircha chiqmagan ekan. Lekin chiqib qoladi. Bu har safar har xil qiymat tashlagan hisobga chiqib qoladi. Buni chiqishini kuta olmayman, shuning uchun kodni kopiya qilib olaman. Faqat 2 xonali son qaytaradi. Mana bunday qilsa. Mass floor, ya'ni bu yaxlitlash uchun ishlatildi va mass random ko'paytirilgan 90 100 ni qo'ysak 3 xonali bo'lib ketib qolishi mumkin, shuning uchun 90 gacha va plus 10. Ya'ni plus nima qilib beradi? Mass random misol uchun 1 ni chiqarsa bizga 1 ga 10 ni qo'shib 11 qilib beradi. Mass random bizga tanlab 5 ni chiqarsa
5 ga 10 ni qo'shib 15 qilaveradi. 3 ni chiqarsa 10 ni qo'shib 13 qilaveradi. Ya'ni shu sababli bizga faqat 2 xonali sonlar paydo bo'ladi. Buni ishga tushirib beramiz. Mana 45, 12, 54, 54. Endi hech qachon bir xonali son tushib qolmaydi. Ya'ni bu narsani qayerda ishlataman deyishlaringiz mumkin. Burada faqat sonlarni tanlashni, bu narsa odatda arraylardan kelgan ma'lumotni, ya'ni backenddan ma'lumot array sifatida keladi. Taxminiy bittasini ko'rsatish kerak bo'lsa, kimdir Netflixning saytiga kirib ko'rgan bo'lsa, doimiy bitta taxminiy film turadi, pastda boshqa kategoriyalar bo'yicha filmlar ketadi. Xuddi shunga o'xshagan holat yaratish uchun misol uchun qilib ko'ramiz. Ya'ni to'liq unaqa narsa qilmayman, prosta oddiy bitta arraydan konstanta for x degan array yarataman va arrayning ichiga ma'lumotlarni yozamiz. Apple, banana, apricot. Uchta meva nomini yozdim. Shulardan ixtiyoriy bittasini tanlashimiz kerak. Ixtiyoriy. Bitta o'zgaruvchi e'lon qilib olaman. Konstanta random degan o'zgaruvchi e'lon qilaman va teng deyman. Mass.random metodini ijro qilaman. Ana endi bizda 10 ta mahsuloti yo'q, chunki arrayning uzunligi har xil bo'lishi mumkin. Arrayning uzunligi. Shuning uchun biz mana bu yerda ko'paytirish 10 qilib qo'yadigan bo'lsak, bu narsa xatolik beradi. Ko'paytirish 10 qilib qo'yadigan bo'lsak, bu narsa xatolik beradi. Chunki bu yerda o'zi 3 ta element bor. O'zi keyingi qatorda nimaga bo'layotganini tushunib olamiz. Buni ko'paytirish qilamiz. fruits.length ga. Length arrayning uzunligini aniqlayveradigan metod bizga. Array metodlari haqida boramiz. Buni string metodlariga ham ko'rgandik, adashmasam, length metodi stringga beradigan bo'lsak, string uzunligini aniqlayveradi. Arrayga beradigan bo'lsak, arrayning uzunligini aniqlayveradi. Ya'ni hozir shu yerda son turibdi. Fruits length'ni joyiga son turibdi. Misol uchun lokash qilib beradigan bo'lsak, fruits.length ni yozadigan bo'lsak, ishga tushirib beraman. 3. Ya'ni 3 ta mahsulot turibdi. Buni har safar ishga tushirishdan bir xil turaveradi, chunki bu hard kod. Ya'ni length ni o'zi faqat 3 ta arrayning to'liq ma'lumotini olib turibdi. Manzarani fruits length ni berib yubordik va mana endi lokka chiqaraman. Fruits ni to'g'richa qausdan ichidagi elementlarni olish mumkin. Array ni misol uchun 1 ni yozadigan bo'lsak, bizga banana keladi. Buni xato yozaman. Banana. Noddan berjasiga ishga tushiraman va banana, ya'ni birinchi element banana. Arrayga 0 dan boshlaydi, 0 bosadigan bo'lsak apple keladi. Mana endi shuni joyiga men randomni qo'yaman. Ishga tushirib beramiz. Bu undefined qaytaradi. Nimaga? Chunki mass random bizga o'zi xohlagancha son qaytaryapti. Ya'ni nuqtadan keyin ham son paydo bo'lyapti, lekin bu yerda butun son kerak. Shuning uchun bizga mass floor metod keladi. Mass floor. Va ishga tushiramiz. Yana endi banana chiqyapti. Apricot. Endi banana o'zi 3 ta mahsulot bo'lgan hisobidan ham bu narsani qiyinroq masala. Apricot bir xil narsani qaytib tashlayveradi. Ya'ni bu yerda ko'proq ma'lumot bersa, har xil chiqishi mumkin. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.